2025-yil hozir 29-may bemorimiz xonalari bilan bizda davolanadi. Ancha yillardan beri hozir savollari bor. Bitta savollaridan biri tovonni ko'p yollayapti. Xonada dorilari tovonni yollatadimi dedi. Men hech qanaqa surishtiruv qilmadim. Birgalikda surishtiruv qilamiz va bu savolga javob beramiz. Umuman olganda tovon nima uchun yollaydi va qaysi holatlarda yollaydi? Shu to'g'risida maslahat beraman. Xo'p, siz ayting o'zingiz, yana qanaqa savolingiz bor? Shu to'g'ri gapirdimmi? To'g'ri gapirdingiz. Men aytaman bunga har doim bu dorilar ta'siri yo'q buni deb. Men doim burni bitib, doim quloq og'rib, doim oyoq yorilganiga menga savol beradi. Pastdan shu bir xil dori ichaman, ona o'shani kasalovat emasmi degan savol beradi menga. Demak, hozir mana savollari kengaydi. Demak, qon dorilardan burnim bitadi, qulog'im oqadi va tovonim yollaydi. Shu sababdan qon dorilaridan emasmi deyapti. Yana qanaqa savol berasiz? Xudoga shukr deydi. Xudoga shukr. Mana 11-yil kelyapmiz. Qonog'i yo'q. Nisbatan yo'q. Unaqa og'ir ahvollardan chiqqan. Juda yaxshi hozirgi holatda. Qachondir takrorlanishi mumkin. Bu o'z asariy bo'lsa, o'zini mana onasiz meni boqasiz, ishlaysiz, men ham ishlayman, sizni boqay degan paytida siqilib qolsa, sudurga beradi. Bu ham yengil o'tadi. Yengil o'tadi. Endi tushuntirib aytib qo'yay, bu qonada o'ta og'ir turib kelgan bu bola. O'ta og'ir turi, davolasa natija bermaydigan farmakorezistent turi. Shuning uchun buni tushuyotganda mana 11 yildan beri tutqanoqqa kemi bo'layotgan deb bo'lmaydi, chunki hamma tutqanoqqa har xil va bu davosi yo'q kasalliklardan bir turi va shu kungacha o'zi tirik yashayotganlar uchun xursand bo'linglar. Shunga xursand. Chunki buni kasallik juda og'ir turi. Yashab turganing uchun biz bunga demak bizning mehnatimiz deb o'ylayman. Lekin endi har xil vrachlar bor, tushunadiganlar bor. Ba'zan ko'chada yurgan vrach bo'lmaganlar ham men o'zim больницada 10 marta yotdim, men o'zim vrach bo'lib qoldim deydiganlar bor. Xo'p, birinchisi qulog'idagi yiring burnidan kelib chiqadi. Burnidan nafas ola olmasligi bu tutqanoq dorilaridan emas. Aksincha, burnidan nafas ola olmasligi va qulog'ini bitishi tutqanoqlarning sonini kuchaytirib yuboradi. Hozir burnini ochib qo'yish uchun biz 100% o'zimiz ishlab chiqaradigan tabiiy dorilardan beryapmiz va avvalgiga nisbatan burni kamroq bitishi kerak. Qanday bityapti hozir? Bir xil, avvalgidan yengilroq. Rinaksiya sepadi, ochadi. Rinaksiya ko'p sepish burun yo'llarini, shilliq qavatni ishib ketishiga, gipertrofiyasiga ta'sir qiladi. 2 haftadan ortiq sepib bo'lmaydi. Aytganimizni qilsanglar, hech qanaqa burun operatsiyalarisiz burunni va qulog'ini ham ochib beradi. Endi tovonni yolib keladigan bo'lsak, hamma tovonni bir xil yoylaydi. Yozda tovoningizni ko'p yuvadigan bo'lsangiz, oyog'ingizni va yuvganingizdan keyin darhol paypoq kiymasangiz, bu yolishning birinchi sababi hisoblanadi. Ikkinchisi, har safar yuvgandan keyin ozgina yog'li surtmalar, vazelinni, glitserin bolalar surtib, paypoq kiyib olish kerak. Paypoqsiz yurish tovon yolishiga olib keladi. Yana qanaqa savollar? Rahmat, savollarim yo'q. Sizga minnatdorchilik bildiraman. Mana 11 yil kelayotgan bo'lsa, farzandimni shu boshlangan paytdagi Toshkentda har qanday doktorlar davolanishda natija ko'rmaganimdan siz oldiga kelganman. Og'ir vaziyatda kelganmiz. 15 kun o'zingiz, 5 kun ichida qilib davolab bergansiz. Rahmat, mana 11 yil kelayotgan bo'lsam, hozirgi holatda sudurga bo'lgan paytda o'zini siqilishidan bo'lib qoladi. Bo'lmasa oylab ham bo'lmaydi, 2 oylab ham bo'lmaydi. Hozir tekshirib ko'rdingizlar, shifo talabi buzilyapti. Shifo talabi nima? Tutqanoqda dorilarning zavodi o'zgarmasligi kerak. Masalan, qizig'i yo'q, qaysi zavod ichasiz? Lekin doim bitta zavodda o'zgartirish kerak. Agar zavodini o'zgartiradigan bo'lsa, doktor Jalilning maslahatlariga kirgan holda YouTube'da yozganmiz, shuni topolmay qolyapmiz-da. Topolmasangiz ham endi bu neda sabab bo'lmasligi kerak. Chunki bu injiq kasal. Qancha ko'p sabab qilsa, shuncha muammo kelib chiqaveradi.
Demak, hozir burnini ochish, qulog'ini yo'qotish va tovonni nima qilish va keyin yana xonalarni sonini ko'paytirish, kamaytirish uchun yoki yo'qotish uchun o'z holiga keltirish uchun demak yo'nalish belgilandi. Alloh shifo bersin. Rahmat.